Nima bo'ldi, Ali? deya yugurib Alining yoniga keldi. Do'stim, mashinamni eshigini ochib ber, uni pichoqlashdi. Yaxshi yur. Sizlar ichkariga kiringlar. Hammani qo'lga olinglar, deya qo'l ostidagilarga buyruq berdi. Men unga aytgandim, shoshilmagin deb. O'z bilganini qilibdi. Ali, qo'ng'iroq qilaman. Tezroq boringlar, deya Alini kuzatib yuborib, o'zi kulib ichga kirib ketdi. Ali mashinani juda tez haydadi. Imronga nimadir bo'lishdan qo'rqardi. Kasalxonaga yetib kelishdi. Ali Imronni ko'tarib eshikdan kirishiga uni ko'rishib, shoshib naselga olib kelishdi. Imronni naselkaga solib, operatsiya xonasi tomon olib ketishdi. Farida xola Malakka uyga borib kelishini aytdi. Malak o'zidan xavotir olmasligini, uyga borib biroz dam olishni aytib, qaynonasini uyga jo'natib yubordi. Ancha vaqtdan keyin doktorlar operatsiya xonasidan chiqib kelishdi. Doktor, do'stimning ahvoli yaxshimi? deya Ali shoshib doktorning oldiga bordi. Xavotir olmang. Pichoq juda chuqur kirmagan. Operatsiya yaxshi o'tdi. Narkoz ta'siri to'xtasa o'ziga keladi. Uyg'onishi bilan palataga olib chiqishadi. Ahvoli jiddiy emas. Rahmat doktor, arzimaydi. Bu bizning vazifamiz, deya doktor Alining yonidan ketdi. Malakni muolajalarini qilish uchun kirgan hamshira dorilarni tayyorlash barobarida Imron haqida aytib berdi. Malak Imronni pichoqlanganini eshitib, hushi boshdan uchib ketdi. Hamshirani hay-haylashiga qaramay, reanimatsiya bo'limi tomon shoshgancha ketib qoldi. Operatsiya xonasi yonida o'tirgan Alini ko'rib, yoniga yugurib bordi. Ali aka, Imron akamga nima bo'ldi? Ahvoli yaxshimi? dedi hovliqqancha. Ha, Malak, ancha yaxshi. Pichoq chuqur kirmagan ekan. Birozdan keyin o'ziga kelar ekan. Nega bunday bo'ldi? Kim pichoqladi? Senga tegajonlik qilganlarni qidirayotgan ekan. Bittasini topib, rosa do'pposladi. O'sha yerda yaralandi. Meni deb bo'ldi. Meni deb. Yoniga kiraman, deya asabiylasha boshladi. Malak, o'ziga kelsa palataga olishadi. Malak, Imron Malakka aytib qo'y, men undan roziman dedi. Orangizda nima gap bo'lganini bilmayman. Tajovuz haqida bo'lsa, Imron qattiq pushaymon bo'ldi. Seni topolmayman deb qo'rqdi. U xohlamagan. Laylo o'zimni o'ldiryapman degan uchun Allohni bir bandasini qutqaray deb shoshilgan xolos. Hammasi Layloni rejasi bo'lgan ekan. Imron seni sevadi, dedi Ali. Alining gaplaridan Malakning ko'zlari yoshlandi. Bir zumda Malak ko'z yoshlari ozodlikka chiqarib, ho'ngrab yig'lab yubordi. Malak, yig'lama. Imron seni qay ahvolda topishidan qat'iy nazar yoningda bo'lmoqchi edi. U o'zini o'zi yeb ado qilib bo'ldi. Bir bora imkon ber, afsuslanmaysan. Qachon boshqa xonaga olishar ekan? Malak yig'lagani sabab so'zlarni bo'lib gapirardi. O'ziga kelsa deyishdi. Biroz kutamiz. Balki xonangga borarsan, kasalxona kiyimida yuribsan. Hozir oyijon kiyim olib kelgan ekan. Men alishtirib kelaman, deb xonasiga ketdi. Kiyimlarini alishtirib ortiga qaytdi. Doktorlar bilan tortishib Imronni ko'rmasam bo'lmaydi deb xonasiga kirib oldi. Doktorlar qarshilik qildi. Lekin tajovuzga uchragan qiz asabiylashmasin deya unga ruxsat berishdi. Malak ichkariga kirib, Imronga uzoq termildi. Asta qo'llaridan ushlab, yana yig'lab yubordi. Malak ko'z yosh to'kib turar ekan, Imron sekingina ko'zlarini ochdi. Qo'llaridan tutib, yerga qaragancha piqillab yig'layotgan qizni ko'rib, mayin tabassum bilan unga termilib yotaverdi. Malak esa Imronni qo'lidan ushlab turib, Imron aka, men hayotingizda paydo bo'lmaganimda boshingizga shu kunlar tushmagan bo'lardi. Men o'zimni o'ylab, uyingizda qolmasdan ket deganingizda ketganimda siz baxtli bo'lgan bo'lardingiz. Sog'ayib olganingizdan keyin ketaman. Ungacha yoningizda bo'laman. Sizga o'zim qarayman. Bu meni qarzdorligim evaziga bo'la qolsin, deya Imronni qo'lini o'zining peshonasiga bosib, ko'zlarini yumib shu gaplarni aytardi. Imron asta qo'llarini qimirlatdi. Malak bundan sergak tortib, shoshilib Imronning yuziga qaradi. Imron ko'zlarini ochganini ko'rib yuziga tabassum yugurdi. "Uyg'ondingizmi?" dedi. Shu bir dona so'zida olam mehr bor edi. "Uyg'ondim." "Yaxshimisan, Mittivoy?" dedi Imron
Malakni gaplarini eshitganini bildirgisi kelmadi. Malak, men sendan roziman. Ketishing mumkin. Onam to'g'ri aytdi. Men senga loyiq emasman, dedi. Imron biladi, Malak hech qachon uni bu ahvolda tashlab ketmasligini. Malak esa Imronni ket degan gapidan bo'g'ziga nimadir tiqilgandek bo'ldi. O'zi ketaman deyotgan bo'lsa ham, Imrondan bu gapni eshitish juda ham og'riqli bo'ldi. Yaxshi, ketaman, dedi ko'zlari yoshlanib. Faqat siz sog'ayganingizdan keyin. Ungacha doim meni ko'rishga majbursiz. Xohlamasangiz ham, dedi Malak. Meni shu holimda tashlab ketsang ketolding. Sog'ayganimdan keyin ketishni xayolingga ham keltirma, dedi Imron Malakning ko'zlariga termilib. Menga unday qaramang, baribir ketaman. Sehrlab olishga urinmang, bu nigohlaringiz bilan, dedi Malak yuzini burib. Rahmat Mittivoy, seni qanday yumshatish yo'lini o'rgatganing uchun. Demak, meni nigohlarim sehrli ekanda, deya Imron jilmaydi. Boring-a, men shunchaki aytdim. Seni sevaman, Malak. Gaplarim rost. Sog'aysam ketishingga aslo yo'l qo'ymayman, deya Malakni qo'llaridan mahkam ushladi. Ikkisi bir-biriga uzoq vaqt so'zsiz termilib turishdi. Faqat nigohlar so'zlashardi. Bu so'zlashuv eshikdan kirgan Farida xola bolam deya Imronni oldiga yugurib kelganda nihoyasiga yetdi. Malakni oldiga qaytgan Farida xolaga hamshiramiz bor gapni yetkazgandi. Ona bola bir-biridan hol so'rashdi. Ona ko'z yosh to'kdi. Ularni ko'rib Malakni ham ko'zlari beixtiyor ko'zlari yoshlandi. Farida xola bir chekkada turgan Malakni ko'rib, "Qizim, siz yaxshimisiz? Nega turib oldingiz? Xonangizga boring", dedi Farida xola. "Yo'q oyijon, men shu yerda qolaman. Imron akamga o'zim qarayman", dedi Malak. Malakning gapidan Farida xolani yuziga tabassum yugurdi. Qalbi yorishgandek bo'ldi. Keyin bir hazillashay deb gap boshladi. "Qizim, nega siz qarar ekansiz? Ana sevgilisi Laylo kelib qarasin, siz damingizni oling", dedi. "Yo'q oyijon, men yaxshiman. Laylo paylosi kerakmas, o'zim qarayman", dedi. Malak Imronni rashk qilganini keyin anglab yetdi. Ular noto'g'ri tushunmasin deya yana gapni boshqaga burdi. "Agar Imron akam xohlasa, chaqiraversin. Yana mendan o'pkalab yurmasin. Onam chaqiraman deganda sen unamading deb", dedi Imronga qarab. "Oyijon, hech qanaqa Laylo kerakmas. Malak o'zi qaraydi. U meni xotinim. Yonimga boshqasini yo'latmayman", dedi Imron. Malak indamadi, ammo ich-ichidan quvondi. Imrondan ko'zlarini olib qochsa-da, undagi mehrni yashira olmadi. Farida xola ham ikki farzandini nigohidagi mehrni ko'rib mayin kuldi-da, ularni yolg'iz qoldirish eng yaxshi yo'l deb bildi. Uyga ketishni aytib kasalxonadan ketdi. Qaynonasini kuzatib kirgan Malak eshikdan kiriboq Imronning mehrli nigohlariga duch keldi. "Nihoyat kelding-a? Buncha qolib ketding", dedi. "Oyijonni kuzatib keldim." "Malak, ertaga Dilso'zni ko'rgani borib kel. Yaqinda ketishadi. Ketish oldidan bir-ikki ko'rishib ol, xo'pmi?" dedi. Imronning gaplaridan Malakning ko'zlari yoshlandi. "Nega yig'layapsan, Malagim?" dedi Imron mehri bilan. "Onamdan keyin meni tushunadigan yagona inson Dilso'z bo'lgan. Hech kim hech qachon meni Dilso'zdek tushunmagan. U deyarli meni yarim qiyomatligim", deya ko'zlaridagi yoshni ozodlikka chiqardi. "Meni otam ham 2-3 kunlab sement turib ishlaydi. Uyga kelsa, onam eslariga tushgani uchun kelsa ham uxlardi-yu ketardi. Biron marta qizim holing ne deb so'ramagan. Faqat Dilso'z mendan xavotir olardi. 2 kunlab yerto'lada och qolib ketsam, najotkor farishtadek Dilso'zning ovozi kelardi. Malak, Malak, qani u qayerda? Nega kelding? Malak dam olyapti. Yo'q, bilaman. Malak qayerda dam olishini? Yana yerto'laga qamab qo'ydingizmi? Dilso'z o'gay onam bilan tortishib, meni o'sha qorong'u joydan ozod qilardi. Bilgandim, sezgandim.
kecha kechgacha ko'rinmaganiga uni qamab qo'yganingizni, deya meni doim himoya qilardi. Ba'zida men nega unga o'xshab dilimdagilarni tilimga ko'chira olmayman deb unga havas qilardim, deya Malak Dilso'z uni himoya qilganlari, yerto'ladan bir necha bor ozod qilganlarini Imronga aytib berdi. Imron Malakni tinglarkan, Dilso'zni jasoratiga tan bergan bo'lsa, Malakni azoblarini o'ylab unga achindi. O'zi Dilso'z ajoyib qiz. Uylanishga rozi bo'lmayotgan Amir uni bir ko'rdi-yu, uylanib olib ketamanga tushib qoldi. Kelasi yil uylanmoqchi eding-ku, deganimizda u Ali ikkimizga men kelasi yil kelgunimcha Dilso'z oydan quruq qolaman-ku deydi. Biroz bezbetroq yigitda, lekin juda ham zo'r yigit. Dilso'zni albatta baxtli qiladi, dedi Imron. Ilohim, Dilso'z baxtli bo'lishga loyiq qiz. Doim baxtli bo'lsin, dedi Malak havas bilan. Uni ko'zlaridagi ifodani ko'rgan Imron, sen ham albatta baxtli bo'lasan. Bundan buyon har kuningni baxtga to'ldiraman, dedi. Kech tushdi. Dilso'z darvozadan ko'z uzmasdi. Uni bu qilig'ini ko'rib, Gulnoza kulib qo'ydi-da, Dilso'z, Amir kechroq kelarkan, dedi. Kim aytdi, opa? Nega kech kelarkan? Opa, men Amir akamni so'ramadim-ku, dedi Dilso'z qizarib. U bildirib qo'ygandi Amirni kutayotganini. Boya telefon qilgandi oyijonga. Har qalay darvozadan ko'z uzmay Ali akangizni kutmayotgandirsiz, deya kuldi Gulnoza. Opa, uyaltirmang, deya Dilso'z uyalib ketdi. Kechki ovqatdan so'ng Gulnozani Ali kelib olib ketdi. Qaynona qaynotasi ham xayrli tun tilab kirib ketishdi. Dilso'z kutgan inson ham tez orada keladi. Qayerga yo'q bo'lib ketdingiz? Sog'indingmi? deya kuldi Amir. Boring-a, deya Dilso'z xonalariga kirib ketdi. Orqasidan kirib, Amir uni mahkam quchib oldi. Seni sog'indim yagonam. Xufton namozini o'qiymizmi? Sizni kutdim, begim. Imom ancha oldin azon chaqirgandi. O'qib olmabsan-da kech qolmay. Xufton namozini qancha kech o'qisa, savobi shuncha katta bo'ladi, begim. Aqlligim o'zimda. Kel, tayyorlan, birga o'qiymiz. Ular birgalikda xufton namozini o'qishdi. Baxtlarga shukronalar keltirib, uzundan-uzun duolar qilishdi. Imron kasalxonadan chiqdi. Malak perevazkalarini ham o'zi qilardi. Hamshiradan o'rganib olgandi. Bu orada bir-ikki Dilso'zni ko'rgani borib keldi. Mana kunlar o'tib, ertaga Dilso'z va Amir ketishadigan kun. Bugun ular bilan xayrlashgani qarindosh urug'lar barchasi yig'ilgan. Imron va Malak ham kelgan. Ikki dugona va Gulnoza oshxonada mazza qilib suhbatlashib, mehmonlarga xizmat ko'rsatishdi. Kunlari maroqli o'tdi. Dilso'z hech ham yaqinlarini tashlab ketgisi kelmasdi. Ammo u endi rafiqa, uning vazifasi turmush o'rtog'ining yonida bo'lish. Amir, uylanib ikkita bo'lib ketish niyating bor ekan, meni qizim ham bor edi, dedi ammalari mehmonlar ketib o'zlari qolganda. Ha, amma ko'ngil ekanda, agar Dilso'z bo'lmaganda men uylanmay qaytib ketardim, dedi Dilso'zni yelkasidan quchib. Ammasini jahli chiqdi. Uyalmaysanmi? Meni oldimda quchgani. Xotining ham indamaydi. Meni qizim bo'lganda uyalardi, dedi ammasi. Dilso'zni jahli chiqdi. Nega uni haqorat qiladi axir? Tursa o'zini halolini oldida turibdi. Ammajon, o'zingiz uyalmaysizmi? Uylangan yigitga qizingizni tiqishtirgani. Amir akamdan umidingizni uzing. Ularni endi jufti haloli, ya'ni men borman. O'zingizga boshqa kuyov toping, deya mehmonxonadan chiqib ketdi. Ammasi indaya olmadi. Kelinoyisi va Gulnoza bilan xayrlashib uyga ketdi. Dilso'z gapirdi, u tarbiyasizlikdan emas, nohaqlikdan gapirdi. Uni xarakteri oldindan shunday nohaqlikni ko'tara olmaydi. Xonasida qovoq o'yib o'tirarkan, Amir kirib keldi. Dilso'zning yoniga kelib, uni mahkam quchdi-da, qoyil. Men o'zimga juft tanlashda adashmabman. Shu paytgacha ammamni hech kim jag'ini yopolmasdi. Sen kelganiga 2 hafta bo'lmasdan
ularni mot qilding, deya quchib turgancha miriqib kuldi. Ertaga Dilso'z bilan Amir aka ketishadi, dedi tushkun kayfiyatda Malak. Ha, ketishadi. Malak, yaramni ko'rib qo'y. Sal og'ridimi, tortishyaptimi bilmadim, dedi Imron. Xo'p bo'ladi hozir, deya Malak Imronning yarasini ochib ko'rdi. Hammasi yaxshi Imron aka. Choki bityapti ekan, shunga tortishyapti. Men hozir og'riq qoldiruvchi dori va maza olib kelaman, deya dori bilan suv berib Imronga ichirib qo'ydi. Keyin yarasiga maz surta boshladi. Juda avaylab surtardi. Imron esa uni mehr bilan kuzatib turardi. Malak mas'uri bo'lib biroz boshni ko'tardi. Ko'zlari o'ziga yaqindan termilib turgan ko'zlarga tushdi. So'zsiz bir-biriga mehrli nigohlar bilan qarab turisharkan, Malak sezmay qoldi. Shu turishida Imron undan bo's olganini. Lablarida issiq taftni sezgach bildi. Imron qizdan uzoqlashib, jilmayib qaradi. "Bu nima qilganingiz?" dedi Malak yuzlari qizarib. "Men senga aytgandim. Meni kasalligimda ketib olsang ketding deb. Sog'ayganimdan keyin seni qo'yib yubormayman deb, to'g'rimi?" dedi Imron Malakka ayyorona jilmayib. "Demak, yaxshisiz, endi ketsam ham bo'larkan", deya Malak o'rnidan turib endi ketmoqchi edi. Imron uni o'ziga tortib, yotog'iga yotqizib qo'ydi. Malakni yotqizib o'zi bir qo'liga tayanib, ikkinchi qo'li bilan Malakni ro'molini yecha boshladi. Ro'molni yechish barobarida unga dilidagi gaplarni aytdi. "Men sog'aydim Malakim. Aytgandimmi, sog'aysam qo'yib yubormayman deb. Endi bir umrga meniki bo'lasan." Malak uyqudan ko'zlarini ocharkan, shundoq yonginasida uni mahkam quchgancha uxlab yotgan Imronga termilib yotaverdi. Bu termulish Imron ko'zlarini ochguncha davom etdi. "Malagim, kelishgan yigitman-a. Qara ko'zingni uzolmayapsan o'zing ham", deya jilmaydi. Qo'ysangizchi. Qo'llaringizdan ozod bo'la olmadim, shunga sizga termilib qolibman", dedi Malak. "Sog'ayibdi deb ketib qolmagin deya shunday uxladim. Seni yo'qotishni istamayman", deya Malakni yoyilgan sochlarini siladi. "Endi qanday ketaman? Keta olmaydigan qilib qo'ydingiz-ku", dedi pomidordek qizarib. "Qizarma Malagim, uyalma ham. Sen meni xotinimsan Mittivoy. Biz shunchaki bu munosabatlarni mustahkamladik xolos", dedi Imron Malakni mahkamroq quchib. "Modomiki ancha yaxshi ekansiz, bugundan yana namoz o'qiysiz. Anchadan buyon o'qimay qo'ydingiz", dedi Malak Imronni qo'llaridan ozod bo'lishga harakat qilarkan, eplolmadi. Bildiki, Imron uni qo'yib yuborish niyati yo'q ekanini. "Balki qo'yib yuborarsiz-a? Turing dangasa. Namoz o'qiymiz. Agar o'qimasangiz yashamayman siz bilan. Bir chiroyli bomdodga turardingiz, aynidingiz. Endi 5 mahal namozni hammasini o'qiysiz. Yoki chin dunyoga ketganimizda u yerda ham men bilan birga bo'lishni xohlamaysizmi? Men sizni Allohdan 2 marta so'raganman. Biri hozir uchun, ikkinchisi jannat uchun. Sizning niyatingiz nima? Faqat shu dunyoda men bilan bo'lmoqchimisiz-a?" Malak jon kuydirib gapirarkan, Imron uni kulib kuzatardi. "Xo'p Malagim, o'qiyman, bugundan boshlab 5 mahal namoz o'qiyman. Qulfi dilimni ochishimga o'zing yordam berasanmi? Doim yonimda bo'lasanmi? Siz Alloh yo'lida bosgan har bir qadamingizda men yoningizda bo'laman", dedi Malak. Ular ikkisi birgalikda bomdod namozini o'qishdi. Keyin Malak nonushta tayyorladi. Butun oila birgalikda nonushta qilishdi. Imronning ota-onasi farzandlari ko'zdagi baxtni ko'rib Allohga shukr qilishdi. Dilso'z va Amir barcha oila a'zolari bilan xayrlashishdi. Dilso'zning ota-onasining uyiga ham kirib o'tishdi. Kechki payt ko'rgan bo'lsa ham Dilso'z kirib o'tamiz deb oyoq tirab turib oldi. Amir erkatoy ayolini ko'ngliga qarab uni aytganini qildi. Qachon qaytishlari noma'lum. Shuning uchun ko'rib olsin. Oila a'zolarini kuzatgani borishini xohlamadi. Registratsiyadan o'tib, tekshirlar bilan kutib qolishlarini xohlamadi. Hamma narsalarni hal qilib, samolyotga chaqiruvni kutib o'tirishganda kutilmaganda oldilarida Imron va Malak paydo bo'ldi.
Malak Dilso'z ketyapti deb yig'lagani uchun Imron Alidan ularni uchar vaqtini so'rab Malakni olib keldi. Axiri samolyotga chaqirishdi. Dilso'z ketish oldidan Malak, tongda xayrlashish uchun uyimizga borgandik. Ko'chada Abbos akamni ko'rdim. Oyimni aytishicha, kelganiga 3 kun bo'libdi, dedi va xayrlashib ketdi. Malak dadasini kelganini eshitib juda ham quvondi. Imronga iltimos qilib, ota uyiga olib borishni so'radi. Malak bilan Imron quruq bormaylik deb yo'ldan bir nimalar olishdi. Mahallasiga burilishganda Malakni o'zgacha tuyg'ular qamrab oldi. Uyi yonida mashina to'xtadi. Malak, sen eshikni ochgin. Bu kim bo'lsa, men narsalarni mashinadan tushiraman. Hozir, deya Malak darvozani ochmoqchi bo'ldi, ammo ocha olmadi. Bir-ikki eshik tutqichidan itarib ko'rdi. Malak, balki ular uyda emasdir, eshik qulf-ku. Yur ketdik, keyinroq kelamiz. Yura qol. deya Malakni qo'lidan tutib mashina tomon yura boshladi. Erta tongda uyg'ongan Abbos amaki ayolidan eshitgan gaplarni hali ham hazm qila olmadi. Nahotki Malak shunday qiz bo'lgan bo'lsa, uni ro'moli shunchaki niqobmidi, deya o'ylanib nonushtadan so'ng Malakni onasini qabrini ziyorat qilish uchun ketdi. Qizim Jasmina. Labbay oyijon, men ketyapman. Dugonalarim bilan uchrashgani, ja uzoq qolmayman. Yangi tovar olib kelibdi. Borib bir nimalar tanlab kelaman, deya uydan chiqib ketdi. Jasmina ishlarni qilib yurarkan, bir soatlar chamasi o'tgandan keyin eshikdan dadasini ismini aytib erkak kishi chaqirdi. Abbos aka? Va Abbos aka. Keling, dadam uyda yo'q edilar, dedi Jasmina erkakka peshvoz chiqib. Onangchi? dedi erkak o'zgacha nigoh bilan. Oyim ham yo'q, yaqin orada kelib qolishadi. Sal turib keling. Demak uyda yolg'izman degin, deya qizga hirs bilan qaradi. Bu erkak Xolida xolani o'g'li edi. Jasmina tizzasidan ancha tepa turadigan ko'ylak va tor lasina kiyib olgandi. Ha, shunaqa, keyinroq kelarsiz, dedi Jasmina erkakning nigohidagi hirsni sezmadi. Xo'p, mayli, deya eshik oldiga bordi-da, eshikni ichkaridan qulfladi. Jasmina ana shundan so'ng erkakning nigohidagi ifodani angladi. Sen onang Malakni menga beraman deb boshqasiga qimmatroqqa sotib yubordi. Alam qilganini bilasanmi? Malakka yetishmoqchi bo'lganimda uni boshqasiga berib yubordi, dedi. Malakdan atigi 3 yosh kichik qizingiz bor. Axir qanday unga uylanardingiz? dedi Jasmina. Qo'rquvdan titrardi. Erkak uni gaplariga ahamiyat bermasdan, meni laqillatgani uchun badalini sen to'laysan, deya Jasminaga yaqinlasha boshladi va bir deganda uni tutib oldi. Jasminani devorga qadab, ko'ylagini yelka qismini yirtib tashladi. Iltimos menga tegmang. Xudodan qo'rqmaysizmi? deya Jasmina ko'z yosh to'ka boshladi. Sen qo'rqasanmi Xudodan? Onang qo'rqadimi? Birovni qizini pullashni biladi seni onang. Senchi? Tor badaningga yopishib turuvchi kiyimlarni kiyib, erkak zotini ko'zini o'ynatasan. Senga emas Xudodan qo'rqishni gapirish, deya Jasminaga yopishganda hamki darvoza yoniga mashina to'xtagani eshitildi. Devorga tiralib turgan Jasminani og'zini bir qo'li bilan berkitib, bir qo'li bilan jim ishorasini qildi. Mashina eshigi ochilib, ovozlar va qadam tovushlari eshitildi. Jasmina tanish ovozni eshitib, ko'zlari porlab ketdi. Ichida o'ylardi. Malak, iltimos yordam ber, Malak, deya xayolida shu gap aylanardi. Malak, sen eshikni och. Men mashinadan narsalarni olaman. Hozir, degan Malakning ovozi eshitildi. Eshik dastasi qimirladi. Malak, balki ular uyda emasdir, eshik qulf-ku. Yur ketdik, keyinroq kelamiz. Yura qol. Yana qadam tovushlari, bu safar ular uzoqlashyapti. Jasminani ko'zlaridan yoshlar quyulardi. Erkak esa yaqinda maqsadiga yetishini o'ylab, Jasminaga yovuzona kulib qarab turardi. Bu qarashdan Jasminani battar qo'rquv bosardi. Allohim, yordam ber. O'tinaman, yordam ber. Malak, ketma, iltimos, meni qutqar.
Opajon, meni qutqar, ketma. Jasmina ichida shularni o'ylab yig'ladi. Erkak esa qadam tovushlari uzoqlashgani sari betoqatlanib, bir qo'li Jasminani og'zida turib, ikkinchi qo'li bilan Jasminani nozik bellaridan quchdi. "To'xtang Imron aka, eshik ichkaridan qulflangan. Uyda kimdir bo'lish kerak", degan malakning yoqimli ovozi yangradi. "Qayerdan bilasan?" dedi Imron. "Uyimizni tashqaridan katta qulf osardik, qaygadir ketsak. Uy aniq ichkaridan qulflangan. Uyda kimdir borligi aniq", dedi malak. Malakning ovozi Jasmina uchun najot farishtasi edi go'yo. Jasmina ichidan quvondi. "O'zingga shukr Robbim, endi birgina ovoz chiqara olsam bas, malak meni qutqaradi", deya ichidan quvondi. Erkak esa malakning gaplaridan biroz gangib qoldi. Qo'llari sal bo'shashganday bo'ldi. Bundan foydalangan Jasmina uni qo'lini qattiq tishlab oldi. Erkak jon shirinligidan qo'lini tortib oldi. Bundan foydalangan Jasmina, "Malak, yordam ber! Malak, iltimos!" deya baqirdi. Erkak Jasminaning og'zini yana yopib oldi. Ammo Malak va Imron Jasminaning ovozini eshitishga ulgurishgandi. Malak bilan Imron Jasminaning ovozini eshitishdi. Eshikni bir-ikki siltashda ochilmadi. Shunda Imron Malakni chetga olib eshikni tepa boshladi. Bir necha tepkilardan keyin eshik qulfi buzildi. Imron va Malak uyga kirganda Jasmina yelkalari ochiq holda katta erkakning quchog'ida turardi. Imron yugurib borib erkakni o'ziga tortdi va yuziga musht tushirdi. Musht zarbidan erkak yerga yiqildi. "Jasmina, senga nima bo'ldi?" deya Malak Jasminani oldiga kelib o'ziga qaratdi. Jasmina Malakni mahkam quchib, "Meni zo'rlamoqchi bo'ldi", deb yig'lab gapirdi. Bu gapdan keyin Imron yerda yotgan erkakni yoqasidan tutib turgizdi-da, yana bir nechta musht bilan siyladi. Keyin darvozadan Abbos amaki kirib keldi. U ichkariga kirib ko'rgan manzarasidan tosh qotdi. Mahallasini tanish erkagini og'zi burni qon. Bir notanish yigit uni yelkasidan tutib turibdi. Jasminaning kiyimlari bir ahvol. Yig'laganidan ko'zlari qizarib ketgan. Uning yonida chiroyli, hijobli libosda farishta misol malak turardi. Xuddi onasining yoshligi, deya biroz mehr bilan qaradi-da, xayoliga Jamila aytgan gaplar kelib, mehr o'rnini qahrli nigohlar egalladi. Malak Jasminani yupata turib atrofga qararkan, o'zidan ko'z uzmay turgan dadasini ko'rib, yuzidagi xavotir o'rnini quvonch egalladi. "Dadajon", deya Abbos aka tomon yugurib borarkan, yetishga 1 metr masofa qolganda dadasini gaplari uni to'xtatib qoldi. "Men seni dadang emasman." Malak shok holatga tushib qolganda. Qancha kutdi dadasini. Kelganini eshitib qanchalar quvondi. Kelishga qanchalar toshiqdi. "Dadajon, bu nima deganingiz? Sizni qanchalar sog'inganimni bilasiz-ku. Sendek qizim yo'q meni", dedi otasi. "Dadajon, hazillashyapsiz-a? Men malagingizman. Sizni qizingiz", deya dadasini bag'riga bosmoqchi edi. Kutilmaganda yuzga kelib tushgan tarsaki sabab yerga yiqilib tushdi. Dada va qizni suhbatini chetdan kuzatib turgan 3 inson hayratda edi. Ayniqsa Imron. Joni chiqib ketay dedi. Yugurib kelib Malakni turgizdi. "Meni sendek benomus qizim yo'q, tushundingmi?" deya baqirdi dadasi. Bundan Malakni xo'rligi kelib yig'lardi. "Gapingizni o'ylab gapiring. U hech qanday benomus emas", dedi Imron. "To'ydan oldin badnom bo'lgandan keyin benomus bo'ladi-da." Bu gapdan keyin Malakni boshiga dunyolar qulagandek bo'ldi. Imronni esa jahli chiqdi. "Og'zingizga qarab gapiring. Siz meni ayolim haqida gapiryapsiz. Yoshingizni va Malakni otasi ekanligingiz hurmati indamayapman. O'rningizda boshqasi bo'lganda ko'rardi mendan shu gaplar uchun", deya jahl bilan gapirdi. Malakni qo'lidan tutgancha. "Meni bunday qizim yo'q. Chiqib ketsin bu uydan", deya baqirdi otasi. "Shundoq ham ketamiz. Tuhmatlaringizni Alloh kechirsin", deya Imron Malakni qo'lidan ushlagancha keta boshladi. Malak esa eshitardi-yu, eshitgan gaplarini hazm qila olmasdi.